Yangi O'zbekistonda ustozlarning maqomi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi, mamlakatimizning asosiy qonuni bo'lgan Konstitutsiyamizda o'qituvchilarning maqomini belgilab qo'yish ham bu maktabga, o'qituvchilarga berilayotgan katta e'tibor. Biz bundan xursand bo'lish bilan bir qatorda bu biz uchun mas'uliyat ekanligini his qilishimiz kerak. Bu biz uchun faqat mas'uliyat emas, bu majburiyat. Bizga berilayotgan bu ishonchni oqlash majburiyati. Endi oldimga qo'yilgan maqsadlarni aytadigan bo'lsam, kelgusida mana shu maktabning rivojlanishiga, shu o'quvchilarimizni jamiyatimizga, mamlakatimizga kerakli bo'ladigan insonlar qilib tarbiyalashda, mana hozir mamlakatimiz prezidenti tomonidan 3-renessans poydevorini qo'yish butun ta'lim tizimi xodimlari oldiga, bir jamiyatni oldiga qo'yilgan bir maqsad bo'lib turibdi. Har bittamiz bittadan tamal toshini qo'yib borishimiz kerak. O'shandagina 3-renessansga erishamiz. O'qituvchiligimni to'g'ri tanlaganimdan ham ustozligimdan faxrlanaman. Oldin men o'qituvchiman deyishga uyalgan bo'lsam, hozir sharaf bilan o'qituvchiman deb ayta olaman. Maktabim o'zing, goh odam, goh ona.